Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz bu doktor Pradipni oldiga kelishimizdan maqsad qizimni oyog'ini davolash bo'lgan. Bungacha bo'lgan vaqtda qizimni birinchi oyog'i og'rish natijasida biz Zamzam klinikasiga tekshiruvga bordik. U yerda MSKT qilishdi. MSKT qilganda kista bor ekan suyagida deyishdi. Shunda biz Toshkentga qarab yo'l oldik. Toshkentda tekshiruvlar natijasida biopsiya olamiz deyishdi. Xo'p, biopsiya olishdi. U yerda yo'q, biopsiyada hech narsa aniqlanmadi. Ochiq biopsiya, ya'ni operatsiya qilib turib olamiz deyishdi. Shunda men yana Andijonga qaytib keldim. Andijondagi onkologiya klinikasiga borib, shunaqa biopsiya dedi desak, yo'q, qizingizga implant qo'yish kerak deb shunaqa deyishdi. Implant qo'yadigan doktorlar topib bu yerga borsak, yo'q, golobkasiga yaqin joyda implant ushlamasligi ham aniq emas deb shunaqa tashxis qo'yishdi. Endi vahima qilishdi ancha. Shundan keyin biz bu suyakli mutaxassisi Hindistonda deb o'yladik va Hindistonga borishga harakat qilishni boshladik. Shu ketish jarayonida qizim Instagramdan bu Sihat klinikada doktor Pradipni ko'ruvlar o'tkazayotganini aytib qoldi. Ona bir qator borib ko'raylik, qani nima deydi, konsultatsiya olib kelaylik dedi. Shunda shunchaki biz konsultatsiya olgani keldik bu doktorning oldiga. Bu yerda men operatsiya qiladi deb ham o'ylamagandim. Keldi, ko'rdi, shunday qarab turib, unaqa boshqa doktorlarni singari ajablanmadi ham. Shunchaki qo'lidan kelishini, shu o'zini qarashlarida men his qildim buni o'zi uchun osonligini bu operatsiya. Keyin shunda bo'ldi, yot operatsiya qilamiz dedi. Dedim, endi shunchaki ko'ringani kelganman, uni operatsiya qilish, men Hindistonga ketish maqsadi bo'lgan. Keyin yo'q, to'xtab tur, men ota-onamlar bilan maslahatlashing, mening ota-onam bor, xo'jayinim bor dedim. Ular bilan maslahatlashdik, keldik, operatsiya qildirdik, ishonib bu odamga. Bu odam oldingi ishlarini ko'rsatdi, mana ishonsang, shuni qildir. Biz shu qilgan ishlaridan kelib chiqib, qizimni shu odamni qo'liga topshirishga ahd qildik va operatsiya qildirdik. Xudoga shukr, hozir 7 oy muhlat o'tdi. Qizim ancha yaxshi. Bugun mana ko'ruvga keldik, MSKT qildi. Qizimda ancha suyaklarining yaxshilanishi ancha yaxshi. Bu operatsiyadan keyingi jarayonlarda ham bu doktor Pradip polni tekshiruvda agar kelmay qolsak, o'zi telefon qilib chaqirish darajasida kelib ko'rinib ket deb befarq emas o'zini bemorlariga. Nihoyatda o'zida mas'uliyat his qilib, doktorlarning tuzalib ketish, bemorlarning tuzalib ketishida ancha mas'uliyatli. Biz bu doktordan juda ham xursandmiz. Sizlarga bitta gap aytsam, qizim ham medinistda 4-kursda o'qiydi. Xudo xolasa bu doktorga shogird tushmoqchi. Endi hech narsa behikmat bo'lmaydi, balkim shudir. Kelajakda Pradipga o'xshagan katta yetuk professor, doktor bo'lishini xohlayman. E'tiboringlar uchun rahmat.